Assalomu alaykum, hurmatli ko'rarmanlar. Bahodir akam Iskandarni ta'bir bilan aytganda, mana Azamat akam Assalomu alaykum va rahmatullohi. 4-sonimiz shekilli. Inshaalloh. Mana biz muxlislarimiz paydo bo'lgan mana Andijondan kelgan Shaharxondan Bahodir akam baraka topsin. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz endi akam? Gapiring qani. Nima haqida gaplashamiz? Sizni eshitamiz deb biza. Muxlislarga o'xshab. O'tgan hafta men o'qigan bir eng ta'sirli hikoyani aytib berayin sizga. Harun ar-Rashid hazratni o'g'illarini bilardim men. Amin ar-Rashid degan Zubayda begimdan farzandi bor. Makka mukarramada sal tashqari chiqqanda ko'rganmisiz? Haligi nima suv qazdirgan. Haligi quduqlar Zubaydaligisi deydi. Buloq. O'sha ayolni o'g'li Amin ar-Rashid. Ikkinchisi Ma'mun bo'lgan, Ma'mun akademiyasini qilgan. Uchinchisi Mu'tasim billah deydi. Onasi biz turkiylardan bo'lgan. Xullas tarixiy shaxslar. Lekin yana boshqa farzandlari ham bor. Bitta farzandim men umuman eshitmaganman. Shu kishi haqida o'qib qoldim yaqinda. Yoshligida vafot qilgani uchun ismini ham bilmasganmizda. Shu Tafsir Ruhul Bayon degan kitobda kelgan ekan. Shu bolani qissasi. U bola yoshligidan dunyodan sovib, uni taxt, siyosat va hokazolardan chekinib, o'zatga chekingan ekan, bir Xudoning oshiq bolalardan ekan. Bir ko'chalarda juldur kiyimlarda yurganini ko'rgan vazirlar malollanib podshoning oldiga kelibdi-da. Podshohim debdi, "Ha, ana bolangiz sizni rosa ko'chada sharmanda qilib yuribdi, janda kiyimlar bilan" desa. Podsho ham chaqiribdi malollanib. Shu bog'da ko'rishib, "Bolam, bunaqa kiyimlar kiyib yurmang. Meni odamlar oldida sharmanda qilyapsiz" debdi. Keyin bolacha bunday yo'q bu yoqqa qarab yerga nimadir izlabdi deb bunday qarasa bitta devorda ustida qush turibdi ekan. Keyin aytibdi, "Ey qush" debdi. "Seni yaratgan zot hurmati tez uchib qo'limga qo'ndi" debdi. Haligi qush uchib kelib turib bolani qo'liga qo'ndi dedi. "Endi joyingga qayt" debdi. Joyiga qaytib qo'ndi dedi, devor ustiga borib turdi. Keyin aytdi, "Endi dadamning ustiga qo'ndi" dedi. Qush joyida turaverdi, qimirlamasdan. Keyin buni ko'rtibdi ikkalasi. Bunday dadasiga qarab aytibdiki, "Dadajon, aslida dunyoga bo'lgan muhabbatingiz bilan Xudoy taoloning do'stlarining oldida siz meni sharmanda qilyapsiz. Menga ruxsat bering, men ketay bu yerdan" deb turib, keyin ruxsat so'rab ketgan ekan. Shu ketib bir odamni qo'lida endi mardikorchilikda ishlab yurar ekan. Shu 2 tanga topsa bittasini ehson qilib, bittasini non olib yeydi ekan. Bir odam ishlatibdi. Ishlatsa, "Men odam bolaning barakasini bildim. Ya'ni 10 kishini ishini bersam bir o'zi uddalaydi" dedi. Shu issiqlarda och yurib, o'sha qiyin ishlarni qilib qo'yib, og'irlanib yotib qolgan ekan. Shu kasal holida keyin vafot qilgan ekan. Shu vafot qilganda Harun ar-Rashid u kishini bolasini izlab kelib, haligi odam ishlatganini eshitib, qayerga ko'mdi shu yoqda. Keyin kelib qo'llarini o'pib, haligi bolasini qabrida rosa yig'lagan ekan. Keyin tush ko'rgan, ishlatgan odam tushida juda bir endi yer yuzida unaqa saroy yo'q deydi. Shunaqangi bir hashamatli saroylarda taxtda o'tiribdi haligi bola deydi. Kiyimlari shu qadar go'zal, ko'rsa qamashtiradi ekan dedi. Juda bir dunyoni podshohligini qilsa unaqa emas edi. Keyin menga qarab aytdiki, shu mazmunda kim dunyoga nisbatan muhabbatsiz bo'lsa, albatta mana u menga berilgan narsa unga beriladi degan mazmunda go'zal gap aytdi ekan. Ya'ni dunyo fitna deyishadi, qachonki Xudoning zikridan chalg'itsa-da, uni roziligi bo'lmagan narsalarga odamni boshqarsa, ishlatsa, shunda fitna bo'ladi. Agarki uni yo'lida dunyoning egasi ishlatsa, bu boyligi bo'lsa boyligini, mashhurligi bo'lsa mashhurligini, hunari bo'lsa hunarini, nimaiki odamlarga manfaat yetkazib, xalqqa xizmat qilinadigan bo'lsa, o'sha narsa boyagi nima deydi? Xudoga bo'lgan muhabbatdan chalg'itmaydi ekan. Va u foydasiga ishlaydi ekan odamni. Hoji Ahirvali hazratni biz zikrini qilgandik-ku. Nima ikkita talaba ko'rgani keladi. Kelsa shu obdastasigacha tirilladan bo'ladi.
shu rosa mol dunyoga botib qolgan ekan bu odam qanaqa xudoni do'sti bo'lishi mumkin deb o'ylab ichida pichirlashib tursa keladida. O'sha tilladan bo'lgan obdasdan bir tepadi, haligi qaytib keladi joyiga. Keyin aytadida, nima qilaylik bizga xudoni ma'rifat, xudoni do'stiga mol dunyo bilan qo'shib berilgan bo'lsa. Lekin shuncha muhabbatimiz, dunyoga bo'lgan muhabbatimiz sizni belingizdagi chorsizga boylab qo'ygan ikkita tangangizchalik emas deb aytadi. Bu talaba bola yo'lga chiqishdan oldin beliga ikkita tanga boylab olgan bo'ladi. Har safar shu qolmadimikan deb ushlayveradi. Xavotirlanib kelguncha. O'shaning uchun odamni xavotirlanib, ko'payishi, xursand qilib, kamayishi rosa xafa qiladigan bir arzimas pul ham fitna bo'lishi mumkin ekan. Lekin Xudo taoloning shunday oshiq bandalari bor ekan, ularni milliard tilla kumushlari bo'lsa ham uni muhabbatidan ozdirmaydi ekan, yo'lidan. Ko'payishi xursand qilmaydi, kamayishi xafa qilmaydi. Savdogar ustoz o'qigansizlar-ku, shunaqa Abdul Muborak hazrat. Ashna gap. Mana qarab aytadi-ku. Vaqtga bog'langan 3 ta narsa insonni baxtsiz qiladi dedi-ku. Birinchisi nimaga shuni qilmaganman deb afsuslanishlik deydi. Ikkinchisi kelajakni o'ylab xavotir olishligi deydi-ku. Uchinchisi hozirgi paytiga shukr qilmasligi. Shu 3 ta narsa insonda bo'lsa, foizi ko'p kam bo'lsa, shuni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Bittasi o'ziga haqiqatan shuni 3 ta baxtsizlikka olib keladi. Shu narsa. O'sha o'z baxt nima desam, Bahodir aka baxt deb nima tushunasiz? Yana-chi? Qalbida iymoni bo'lib turib o'zini qancha badbaxt his qiladiganlar bor-da, shular ko'ngli to'lish uchun, baxtli his qilish uchun nima qilish kerak? Qanaqa qilib bo'lish kerak unda? Nima deb o'ylaysiz? Haqiqiy baxt Xudo bergan taqsimotga mutlaq rozi bo'lishlik, o'shanga Xudo deb bilishlik va ko'nishlik. Odamni ichidagi isyon va shikoyat ko'pligi nafsini tarbiyalanmaganidan dalolat deydi. O'sha haqiqiy baxt masalan rozilikdan boshlanadi. Xudo taolo bergan taqsimot, ne'matni roziligida. Masalan, o'zi asli ijtimoiy tarmog'i, Instagram va hokazo kimlardir ko'z-ko'z qilayotgan hayotlari ham odamlarni baxtsizligiga olib kelishi mumkin-da. Lekin gap qo'yayotgandami desa, yo'q, gap ko'rayotganda. Ko'rayotgan munosabatida. Tushunasizmi? Ya'ni u narsa sizga hech so'q qilmas kerak-da. Birovni taqsimot, birovni taqsimot. Alloh taolo senga nima berdi? O'sha haqda o'ylash kerak. Va u baxtni mustahkamlash uchun, ziyoda qilish uchun nima qilish kerak desa, inson o'zi yaxshi ko'rgan narsasini boshqalarga ulashish kerak. Garvardda yaqin tadqiqot bo'lgan ekan. 700 odamga pul berishgan ekan. 700 odam. Ma'lum miqdorda pul berishib, yarmiga aytibdi, o'zlaring nima xohlasalaring o'shani sotib olasizlar. Yarmiga aytibdi, boshqa odamlarning ehtiyojiga qondirasizlar, lekin uni o'zlaring ishlatmaysizlar. Keyin oradan vaqt o'tgandan keyin ularni psixologik holatni o'rganishsa, faqat o'zini nafsi uchun ishlatganlarga nisbatan boshqalar uchun ishlatganlar nisbatan baxtliroq, hayotdan qoniqish hissi hosil qilgan endorfin degan gormon bor, baxt gormoni. Shu ziyoda bo'lib, kortizol degan narsa bor, stress payti chiqadi. O'sha yoqilib yo'q bo'lib ketgan ekan. Ya'ni inson haqiqiy baxtni ma'nosi his qilmoqchi bo'lsa, o'zi yaxshi ko'rgan narsalarni infaq ihson qilish kerak. Puldandir, matodandir, kiyimdandir, uydagi bor nima eski tuski bo'lsa, boshqalarga ulashib berish kerak. Shuni aytar ekanda, topganing emas, berganing saniki aslida deydi-ku. Payg'ambarimiz alayhissalom o'sha qo'y so'yilgan vaqtda bizga nima qoldi desa, qo'li qoldi desa, "Eyvoh, o'sha ham bizniki bo'lmabdi" deb aytgan. Tushunasizmi? Ular o'lchammi boshqa. Kecha patronlarga shu birinchi darsda o'tib, uyda nima eski tuskilang bo'lsa, chiqarib beringlar, odamlarga tarqatingizlar dedim-da, o'zi rostdan ham kambag'al boyligini ko'chganda ko'rdingda. Ko'pchilik eski tuski narsa uyib olgan bo'ladi-da. Sizga eski narsa kimgadir yangi bo'ladi. Shuning uchun bor narsani ulashish kerak yaqinlar bilan imkon qadar. Yaqinda Shoqirdoda safarda bo'ldi, Shoqirdoda bo'ldim. Salomat qo'ying. Salom aytdim rosa. Şey aytdi. Bir inson sizga yomonlik qilsa deydi. Uni esingizdan chiqarib oling deydi. Bir inson siz bir insonga yomonlik qilsangiz, doim uni eslab yuring. Shuni dilini og'ritib qo'ydim deb deydi. Bir inson sizga yaxshilik qilsa deydi.
uni doim eslab yuring deydi. Siz bir insonga yaxshilik qilsangiz, uni esingizdan chiqarib yuboring. Shu hayotda yashang siz. Rosa chiroyli nasihat qildi. Men rosa ta'sirlandim. Alloh razı olsun, shukr. Yashang. Sizga oldin ham aytib bergandim. Bir kun tolibi ilm olib, solih ayol qidirib yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqsa, bitta tijorat qiladigan kostyumchilarda yaxshi tijoratchi chetda turganmish. Keyin borib, assalomu alaykum debdi. Alaykum assalom. O'sha yoqqa ketasizmi debdi. Ha debdi. Maylimi sizga hamroh bo'lsam debdi. Mayli debdi. Ikkalasi yo'lga chiqibdi. Duo azgirgandan keyin anavi tolib ilm boyaga akaga qarab, ko'tarib olasizmi, ko'tarib olaymi debdi. Aka jahllari chiqib holati bor ekan deb ichidan yo'l yuribdi yana. Yo'lda ketyapsa, bug'doyzor chiqib qolibdi. Tolib ilm yana bu egasiniki-mikan, ekkaniki-mikan desa, anavi odam yana jahli chiqib, egasiniki bo'ladi deb urushib beribdi endi. Keyin manzilga ozgina qolgan ekan, to'tni ko'rib qolishibdi. Yana tolib ilm boyaga odamga bu o'liymikan, bu tirikmikan deb oxir jahllari chiqib urushib beribdi. Ha, to'tda o'lik odam bo'ladi deb. Keyin manzilga borgan ekan, shu menga hamroh bo'ldi. Mayli shuni bir piyola uyga borib mehmon qilaman deb uyga olib kiribdi endi. Keyin yo'lda davom etasan. Keyin borsa, qizim debdi, bir g'alati bola bilan keldim debdi. Nima bo'ldi dadajon debdi. Mana shunaqa debdi, keldi deb salom berdi debdi, alay oldim debdi. Keyin yo'lga tushdik debdi, ko'tarib olasizmi, ko'tarib olaymi deb jahlim chiqdi debdi. Dadajon tushunmabsizmi debdi. Nima degani u debdi. Gapirib ketasizmi, gapirib ketaymi degan ma'noda debdi. Siz anglamabsiz buni debdi. Yo'q debdi. Keyin nima bo'ldi debdi. Keyin bug'doyzor chiqdi, ekkanlikimi, egasinikimi deb aytdi. Keyin egasiniki deb aytdim debdi. Keyin shu bilan buni ham topolmabsiz dadajon debdi. U nima degan debdi. Hosil bersa egasiniki bo'ladi. Hosil bermasa ekkanniki bo'ladi deganman. Keyin nima bo'ldi debdi. Keyin debdi mahalla to'tni ko'rib qoldik debdi. O'liymi bu tirikmi urushib berdim keyin o'lik bo'ladi debdi. Dadajon buni ham topolmabsiz debdi. Nima degani u qizim debdi. U yaxshi inson bo'lsa, insonlarga yaxshilik qilgan bo'lsa, solih amallar qilgan bo'lsa, u tirik inson bo'ladi. U yomon odam bo'lsa, odamlarga zulm qilgan bo'lsa, u hech kim buni eslamasa, u o'lik inson bo'ladi debdi. Keyin boyagi ta'sirlarim odam tolib ilm oldiga chiqib, "Uzr ukajonim, men seni tushunmayman boyitdan beri. Qizim tushuntirib berdi" deb uzr so'rab o'tirsa, "Endi shu qizingizni menga berasiz" degan ekanda. Tolib ilmlardan bir Alloh sizlarni qilsin ilmlarni. Ya hamma komment yozadi, berdim, bermabdimi deb. Bergan. To'g'ri bergan. Uzoq va baxtli hayot kechirishga keyin hammasi. Oy. Ota-onani duosini olishlik hatto suv kabi, havo kabi, qon kabi muhim modda. Suvsiz yashamasami yo'q, havosiz yo'q, qonsiz yashamasami yo'q. Ota-onani duosini olgan farzandi duosini olishi ham bir ajib hislar. Shu narsaga ham juda katta nima. Alloh nasib qilsin. Albatta. Yashang. Maşallah. Hojanim borlar, Alloh umrlarini uzoq qilsin, salomat qilsin. Jay yaxshi. Bahodir akam duo go'yi. Yashang. Soch oldigani ketolmadingizmi ishqilib? Soch oldigani Mana ajoyib chexolar olibsiz deyman. O'zi Madina Munawvarani ham yaxshi ko'raman, Oyda ham yaxshi ko'raman. Shu go'zal. Kecha bir suhbat o'qib qoldi. Shunda bir Akbar aka degan akamiz zo'rni aytib berdi. Shu ulug'lardan birlari aytib qoldi. Tarvuz qizil rang qayerdan oladi deb. Hamma o'zini variantini aytdi, u yoqdan. Tarvuz qizil rangni oydan oladi. Ko'pchilik mevalar rangni oydan olar ekan. Odam yuzidagi nurni qayerdan oladi desam, tahajjud namozidan olar ekan. Xudo shuni o'qishni nasib qilsin hammamizga.
nursiz yuraverish shunga tegib ketdi. O'tgan safar birinchi keringizda nima deganingizni bilasizmi? Mana shu gap ketdi. Tahajjuddan odam nurli bo'ladi desa, keyin maskaralarni nasib qo'ygandan keyin, "Ye, bu tahajjud berar ekan birpasda" desangiz. Tahajjud effektini berar ekan. Tahajjudniki boshqasi. Ha, shuni. Uni farosati bor odam ko'radi. Qalb ko'zi ochiq odam ko'radi. Horisa roziyallohu anhudan Payg'ambarimiz alayhissalom so'ragan ekan, iymonning haqiqati nima deb. Shuni aytgan ekanlar, dunyodan yuz burdim. Jannat ahli işte qanday bir quvonib ne'mat orasida yurgandek bir-biriga do'st bo'lib, aka-ukadek. Do'zax ahli bir-biriga yovlashganini ko'rayotgan deyman deydi. Yana bir ikkita narsalar qo'shib aytgan. Shunda kimni qalbini Alloh taolo munavvar qilgan insonga qarashlik xursand qilsa, horisaga qarasin degan mazmunda aytgan ekanlar. Bugun bir kitobda o'qib qoldim. Shu Xudo taolo ba'zi odamlarning qalbini ochar ekanda, keng qilib qo'yar ekanda. Qalbini ochganda keng qilib qo'yar ekan. Buni nimada bilinadi desam, shu boyagi dunyoni aldovidan qutulib, shu haqiqiy bir hayotidan ma'no topib harakat qilar ekan, xullas kalom. Shu yolg'ondan, ya'ni matrica deydi, yolg'on matrisadan chiqib ketish ham katta ne'mat. 70% odamlarni qiynab aldab turgan narsa mana shu qo'limdagi narsa bo'ladi. Telefon. Shu imkon qadar niyoz o'chirib qo'yib yurishga harakat qilyapman. Kecha 2 kun davomida umuman ishlatmadim. Biz 1 yilda 1 oy umuman ishlatmayman deb aytdim sizga. Hozir endi 1 oyda bitta hafta, har haftada bitta kun shunaqa qilmoqchiman. 1 kun 1 sutka umuman ishlamaydi. Osmon o'zib yerga tushmaydi. Aka. Shu hayot davom etaveradi. Lekin bu o'sha kun qaytib kelmaydi-da boshqa. Diqqatli joyda bo'lsa, yaqinlarga vaqt ajratsa, ishga, ahlolarga, boshqaga shunaqa. O'tgan safar 20 daqiqada u yoqni kesib tashlagan Instagram. Shali Bahildonning eng bir qiziq joyida qolib ketdi deb ko'pchilik kommentariy yozgan ekan. YouTube'da bor. YouTube'ga kirib biz Muhammad Ali Jonqulov deb yozsam, Bahildon deb yozsa chiqadi. Qolgan 8 minutni ko'rib olishadi. Hozir ham 2,5 daqiqa qoldi deb aytib qo'yibman esdalik. Shunaqa, ba'zi 20 daqiqa bizga limit ekan, tugatib qo'yamiz. Umralar fayzli bo'ldimi? Ziyoratlar qabul. Mazax keldingizmi? Nima bir go'zal anglashlar bilan keldingiz, nima hikmatlar bilan keldingiz? Chiroyli. Ustozlar bilan borib mazax keldik. Bir o'rganga hikmatingiz ulashing, 1,5 minut vaqtingiz bor. Sizdan bo'lsa endi. Yo'q, men ko'p gapiryapman. Hammasini sizga aytib berdim-ku. Yana gapiring deb eshitmaganlarga. Juda bir ajoyib narsa bo'ldi. Ketar chog'imizda hamma narsani olib tushdik pastga. Bolalar xonalar topshirganmiz, sumkalar pastga qo'yganmiz, chamadon topshirganmiz. Keyin Shokir doda bilan keldik-da. Shunda Shokir doda xonaga chiqadigan bo'lib qoldik. 2 soat vaqtimiz bor edi. Shokir doda shu dedim, pasportimni dedim, sumkamni olib qolay dedim. Shu bilan pasportimni olib tepaga, ha oling dedi. Tepaga chiqib ketdik. 1 soatdan keyin tushdik, sumkamiz yo'q edi. Yanglishib Madinaga ketib qoldi. Alloh bir ajoyib narsa bo'ldiki, qalbimga soldiki, bo'lmasa qolib ketardi edi shu-yerda. Qolardim shu reysdan. Sumkam mana yakshanba kuni 3 kun bo'ldi kelganiga. Zo'r. Alhamdulillah ketdi. Lekin shu joyga bugun bitta gap aytdim. O'rtog'imizning tur firmalari bor. O'shanga ozgina maslahat bergan bo'lib turdik-da. Yaramas ekan. Shunda Madina Munavvaraga borganda bir mehmonxonalar muammo bo'lib qoladi-yu, ko'chada olib ketsa, darrov odam malollanadi. Men aytaman-da, bitta shaharga borib, to'shni mehmonxonaga joylashganda Madina Munavvarada joylashilmay turgani 1000 marta yaxshi deyman. Muammosi bitta shaharda turist bo'lib turgandan ko'ra Madina Munavvarada muammoli bo'lib turgan 1000 marta yaxshi. Ovqat yoqmas, boshqasi bir narsa o'xshamay qolar. Lekin sen Madina Munavvaradasan. Shu istalgan shahardagi odam almashtiradi o'zining muammosini.
ne'mat qadrini vaqtida bilish kerak. To'g'ri aytasiz. Ashtaga gaplarman. 20 minut vaqtimiz bo'lib qolibdi. Hammaga rahmat. Arigato gozaimasu. Keyingi 5-sonni inshaalloh bir oydan keyin kutamiz. Oy, qoldim. Duo qo'yinglar, shukr kamol bersin. Shunday tugatdik. O masjid G'amoma masjidi degan bor. O'sha atrofida hayit o'qilgan. Maydonda.